Biz yutdikmi, yutqizishdamizmi? Odamlar ikki toifa bunda. Kimdir yutyapti, kimdir yutqizib bo'lgan. Yutganlar mana shu tushunchaga ega bo'lgan odam yutuqdaligini o'zi his qiladi. Demak, odam Alloh bilan yashayotganligini his qilsa, bu odam yutuqda degani. Ana bu g'alaba yo'lida bu odam degani. Agarda bu odam Alloh bilan bo'lmasdan dunyo hayotiga rozi bo'lib qolgan bo'lsa, bo'ldi, bu odam yutqizdi degani. Mana shu tushunchani tushunmaganligi uchun ham odamlar ba'zan aytadi, taqsir deydi, men farzandimni dunyoviy o'qishga kirgizmoqchiman, hozir kompyuter o'rgatmoqchiman yoki tijorat masalan boyib, to'g'rimi? Masalan, islomga xizmat qilsa qanday yaxshi, masalan, hozir mana musulmonlar hammaga pul kerak, mana hamma qarz, qiynalib yuribdi, yo'q bu yoq deyiladi masalan. Asosan musulmonlarning qiynalib yurganligi, yutqizganligini sababi bu ularda dunyo ilmini bilmaganligi yo kompyuterni yo ingliz tili yo xitoy tilini yo rus tilini bilmaganligi emas. Bular Robbisini yo'qotganligi uchun qiynalib yuribdi. Allohdan uzoqlashib ketganligi uchun qiynalib yuribdi. Endi Allohdan uzoqlashgan xalqni ularni holatini siz gapiring, to'lib ketadi, kitob tugamaydi. Hozir musulmonman degan odamlar qizlarni Xitoyga erga beryapti masalan. Ya'ni bu deganiki, mana shu bitta holatda o'zi jamiyat chirib bitdi bo'ldi degani. Xitoyga erga teyaptimi bitta muslima qiz degan muslima jamiyatning qizi unga qarab o'tiribdimi, masjid imomi, mahalla, boshqa hamma tomosha qilib o'tiribdimi, jamiyat chirib bitdi degani. Bu mumkin emas bo'lgan narsa, hech qachon mumkin emas bo'lgan narsa bo'lyapti. Va odamlar chapakcha olib kutib olyapti ularni. Chapakcha olib kutib olyapti, ularga kelib mehmon qilyapti, ularni hurmatlayapti, yer beryapti, uyini sotyapti, joyini sotyapti, hamma narsasini beryapti o'shalarga. Mana bu narsa, ya'ni bu yutqizish degani shu. O'g'lini kompyuterga o'qitdi, ingliz tiliga o'qitgan bilan o'qib ertaga mana shunga o'xshagan odam bo'ladi. Bitta oddiy Xitoydan, oddiy o'risdan bir farqsiz bir bola katta bo'lsa bolangiz, uni boyigani-yu, uni nimani o'zgartiradi? Hech nimani o'zgartirmaydi uni. Hech nimani o'zgartirmaydi. Juda oshib borsa bir milliarder bo'lib chiqsin ham ana. Hozir yo'qmi masalan milliarder bo'lgan odamlar hayotda yo'qmi? Har qanday bitta milliarderning oyda hayotini shundoq uni o'rganing, nima qilib yashayapti u odam? Nima yutuqda u odam? Nimasi bor u odamda bunday qarasangiz? Qancha ovqat yeyapti kuniga? Nima dunyoni ne'matidan foydalanyaptiki, siz o'shandan qo'rqib qolyapsiz? Hech nima yo'q bunday o'ylasangiz. Hayotda yutuq degani Alloh subhanahu va taolo bilan birga bo'lish degani. Mana shu narsani odam his qilib olish kerak. Mo'min odamni har qanday holat yaxshi. Shuning uchun ham Alloh taoloning sunnati shuki, odamlarni qiyinchilikdan o'tkazmay turib jannatga kiraman deb o'ylamasin dedi. Ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna va hum la yuftanun. Ya'ni odamlar fitnalanmay, imtihon qilinmasdan turib bemalol yashaymiz deb o'ylamasin. Afa hasibtum an tadkhulul jannata va lamma ya'tikum mathalul ladina khalaw min qablikum. Sizlardan oldin o'tgan odamlarning misoli sizlarga kelmasdan turib jannatga kiraman deb o'ylab o'tirmanglar deyapti. Massathumul ba'sa va darra va zulzilu. Ularga qiyinchiliklar, kasalliklar, zaiflik holatlari keldi. Ular iztirobga tushildi. Zulzilu, hamma tomondan iztirob bo'ldi. Hatta yaqular rasulu vallazina amanu ma'ahu mata nasrulloh. Hatto payg'ambar va unga ergashgan mu'minlar Allohning nusrati qachon bo'ladi deydigan darajagacha bordi. Ala inna nasrallohi qarib. Alloh aytayaptiki, bilib qo'yinglarki, Allohning yordami yaqindir. Hozir ko'pchilik odamlarning fikrida bo'ldi biz yutqizganmiz degan narsa xayoliga kelib bo'lgan. Hech narsa qilib bo'lmaydi degan. Hatto ahli ilm bo'lgan odamlar hech narsa qilib bo'lmaydi. U shunchalik ular hamma narsani biladi. Qo'lingizdagi telefon ham sizni qaydaligingizni ko'rsatib turadi, ham ovozni eshitib turadi. Eshitib tursin, yaxshi emasmi ovozni eshitib tursin? Qayta ovozni eshitsa bir qalbiga bir narsa kirib qolar. G'oyibdan qo'rqqanday ulardan qo'rqish, sizni qaydaligingiz bilan bilaversin. Bilsa nima qiladi desa, o'ldirib yuborish mumkin. O'shani so'rayapsiz-ku siz shahid bo'laydi. Siz o'shani so'rab yuribsiz-ku, Allohdan shahid bo'lish so'rab yuruvdingiz. Nima zarar bera olishi mumkin deb o'ylab qarasangiz. Hatto ahli ilm bo'lgan odamlar ham bu narsada bo'ldi, tugadik degan tushunchaga kelib qolgan. Bunday emas. Buni bu yoqqa qo'yingda, Alloh taoloni siz
mana shu tushunchani tushungandan keyin Qur'onni o'qing. Qur'ondagi bir necha misollarda biz bu narsani ko'rishimiz mumkin. Hozir suhbatimiz bitta o'sha hijrat kechasidagi voqea haqida aylanyapti. Bundan tashqari bir qancha holatlar, shaxslar, hatto o'zingizning hayotingizda ham bu narsani bir necha marta ko'rgan bo'lishingiz mumkin. Allohning nusratini, Alloh yordam berganligini biz necha eshitdik buni. Shuncha jamlanib nima qilsa ham qamab bir narsa qila olmadi ba'zi shaxslarni. Haydab yorib bir narsa qila olmadi. Oxiri o'ldirganlari bo'ldi. O'lib ketdi u deb. O'sha o'ldirganlar o'zlari hammasi o'lib ketdi, ular ham. Ikkosi ham o'ldi, lekin u qayerga ketdi, bu qayerga ketdi. Agar odam o'lgandan keyin jannatga kirsa, u yutqizdimi u? O'sha u odamni qayta yetadigan joyga tezroq yetkazgan bo'ladi bular. Ana bu mo'min odam uchun har qanday holat mo'min odam uchun yaxshi. Rasululloh buni ajib deb aytdilar. Ajaban li amril mu'min inna amrahu kullahu lahu xayr. Mo'minda hamma ishi yaxshi, uni ishlarini hammasi mo'min uchun yutuq. Agar unga yaxshilik yetsa, sabr qiladi, shukr qiladi, bu yaxshilik. Agar qiyinchilik yetsa, sabr qiladi, bu yana yaxshilik. Bu faqat mo'min uchun bo'ladi degan.